Diogen miloddan avvalgi 423-yillar yunon faylasufi sinoplik Diogen, endi ular G'ni aytishmaguncha X deb aytadi. Diogen Kiniklar maktabi asoschisi Antisfenning shogirdi edi. Antisfenning o'limidan so'ng Diogen Korinfga ko'chib ketadi. Chunki Sinopda Diogen o'zi bilan muloqot qilguvchi biror odam topolmay qolgandi. U Korinfda o'ziga boshpana sotib olmay, mehmondo'st tanishlarnikiga ham bormay, ochiq osmon ostida yashay boshlaydi. Anchayin dars ketgan sopol xum unga boshpana vazifasini o'taydi. Diogen hammaga zaharxandalik va nafrat bilan munosabatda bo'lgan. Uning sevgi haqida davlat, Politiya, Edip, Fines, Fojia nomli asarlari ma'lumdir. Diogen pishirilmagan sakkizoyoqni yeb vabo kasali bilan og'rib qolgan va vafot etgan. Ba'zi manbalarda yozilishicha, u nafas qisilishi oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Iskandar Zulqarnayn 70 yoshli Diogen bilan Korinfda shahar chetidagi sarv daraxtlaridan iborat Kraven o'rmonida uchrashib qolib hamsuhbat bo'lgan. U o'zini faylasufga buyuk shoh Iskandar deb tanishtirganda Diogen tap tortmasdan men esa ko'ppak Diogenman degan ekan. Masallardan men muttaham bo'lmagan odamni izlayapman. Bir kuni Diogenni kunduz kuni qo'lida yonib turgan fonus ko'tarib olib, nimanidir izlayotgan holda ko'rgan odamlar undan nima qilayotganini so'rashganida yuqoridagi javob beradi. Ya'ni men muttaham bo'lmagan odamni izlayapman shamyaga olib degan ekan kunduz kuni. Keyingisi Iskandar Zulqarnayn Diogen haqida shunday degandi: shoh bo'lmaganimda Diogenning o'rnida bo'lishni istardim degan ekan. Keyingisi Anton Pavlov Chexov Diogen haqida erkin va chuqur fikrlash orqali hayotni anglashga intilish va olamdagi ahmoqona yugurlardan nafratlanish, bular inson zoti hech qachon tushunib yetolmagan ikki ezgulikdir. Siz 3 qavatli temir qafas ichida yotgan chog'ingizda ham ularning har ikkisiga egalik qila olasiz. Diogen sopol xumda yashasa-da, olamdagi barcha sultonlardan ko'ra baxtliroq edi. Keyingisi vatandoshlari Diogenga atab ko'plab misdan yasalgan yodgorliklar bunyod etdilar. Faylasuf tug'ilib o'sgan shahar Sinopda tiklangan ana shunday yodgorliklardan birida quyidagi mazmundagi yozuvlarni o'qishingiz mumkin. Diogen yillar to'fon, tosh va bronzani ham yemirib tashlaydi. Ammo sening ta'limoting mangu qolajak.
sen bizni qanoat qilishga o'rgatding hamda baxtga eltuvchi yo'lni ko'rsatding degan ekan. Davomi. Dioxen o'z vatanidan quvilgach Afinaga yo'l oladi. Bu shaharda u Suqrotning shogirdlari Aflotun, Aristip, Euxin, Antisfen va Evklid Megarianni bilan uchrashadi. Ko'p o'tmay Antisfendan boshqa hammasidan ko'ngli soviydi. Dioxen Antisfen bilan jon dildan suhbatlashar, uning o'zi emas ta'limotini maqtar. Haqiqatni ochib beruvchi fikrlargina insonlarga foyda keltirishini doimo ta'kidlardi. Dioxen Antisfenni yetarli darajada qattiqqo'l emaslikda ayblab, uni kuchli shovqin ko'tarib o'zi eshitmaydigan jang karnayiga o'xshatardi. Antisfen esa Dioxenning fe'l-atvoridan zavqlanganicha sabr toqat bilan uning tanbehlariga quloq tutardi. Keyingisi. Antisfen meni ozod qilgan kundan boshlab men qullikdan qutuldim deydi. Bu qanday ro'y berdi? Antisfen menga o'zimga tegishli va begona narsalarni ajrata bilishni o'rgatdi. Boylik, mol-davlat meniki emas. Turishganlarim, qarindoshlarim, do'st va qadrdonlarim, shon-shuhrat, shuningdek do'stlar bilan muloqot barchasi menga begona. Xo'sh, sen nimaga egalik qilishing mumkin? Shuni bilginki, faqat tasavvurlaringagina o'zingga tegishlidir degandi Antisfen. Ular mutlaqo ozod va erkin, hech kimga bo'yin egmaydi. Hech kim ularga xalaqit berib, seni istaganingdan o'zgacha harakat qilishga majbur etolmaydi. Aflotundan inson patlaridan xoli ikki oyoqli jonivordir degan ta'rifini eshitgan Dioxen xo'rozning patini yulib tashlaydi-da, akademiyaga keltiradi va shunday xitob qiladi: mana Aflotunning odami. Shundan so'ng odamning ta'rifiga enli tirnoqli jonivor degan ibora ham qo'shilgan ekan. Sevgini ochlik yengadi. Agar och qolishga kuchingiz yetmasa, sirtmoqni bo'yningga iling. Tamom, vassalom. Keyingisi. Risoladagidek yashamoq uchun yo aqlga, yo sirtmoqqa ega bo'lmoq lozim. Dioxen muhim narsalar haqida mulohaza yuritganida odamlar unga quloq tutmay o'tib ketaveradilar. Shunda u qushga o'xshab chug'urlay boshlaydi. Atrofiga behisob odamlar to'planadi. Shunda faylasuf to'planganlarning bo'lmag'ur narsalar ketidan yugurib, muhim narsalar uchun esa hatto joylaridan jilmasliklarini aytib izza qiladi. Endi bu yaxshi narsalarni gapirib, kerakli narsa gapirsa hech kim quloq solmabdi. Qushga o'xshab chuqurlab o'yin qilsa, haligi hamma tomoshaga keladi. Haqiqatdan shunday narsalar bor-da. Navbatdagisi. Dioxen bir xasisdan sadaqa so'raydi. Uning ikkilanib turganini ko'rgan faylasuf dedi: "Muhtaram zot, men sendan
non uchun sadaqa so'rayapman, sag'ana uchun emas. Keyingisi, Diogendan falsafadan qanday naf ko'rgani haqida so'ralganida u quyidagicha javob beradi: hech bo'lmaganda taqdirning har qanday burilishiga tayyor turishni o'rgandim. Keyingisi, mening falsafa bilan ishim yo'q deguvchi kimsaga Diogen shunday degandi: yaxshi yashash haqida qayg'urmas ekansan, yashashdan ne maqsad? Keyingisi, Diogenni tilshunoslarning Odissey suhbatini tadqiq etib o'zgalarnikidan voqif emasliklari, musiqachilar asboblarning torlarini sozlab o'z axloqlarini tuzata olmasliklari, riyozatchilarning esa osmondagi oy va quyoshni kuzatib oyoqlari ostida nima borligini ko'rmasliklari hayratga solardi. Haqiqatdan ajoyibda. Mana tilshunoslarni Odissey musibatini tadqiq etib o'zlarinikidan voqif emasliklari, o'zlaridan boshqani nima qiladi, o'ziniki nima qilmadigini aytyapti. Musiqachilarni ham asboblarni torlaydi ekan, sozlaydi ekan, o'zini sozlamaydi, axloqini sozlamaydi. Shunaqa ajoyib yaxshi. Keyingisi, bir bolaning hovuchlab suv ichayotganini ko'rgan Diogen xaltasidan piyolasini oldida, bola oddiylik bobida mendan ham o'zib ketdi deb tashlab yubordi. Oddiylik, oddiy suv ichganini ko'rinapti. Bir odam qog'ozga yozilgan uzundan uzoq ma'ruzani o'qib berardi. Qog'oz o'ramini oxiridagi yozuvsiz joyga ko'zi tushgan Diogen xitob qildi: bardam bo'linglar, birodarlar, sohil ko'rinyapti, degan ekan. Yaxshi. Qaysi vaqtda nonushta qilmoqlik lozimligi xususida savol bergan odamga Diogen shunday javob berdi: agar badavlat bo'lsang, istagan vaqtingda, qashshoq bo'lsang, qurbing yetgan vaqtda nonushta qilishing mumkin, degan ekan. Ajoyib. Kimdir Diogenning quvg'in etilganini yuziga solib kamsitganda u shunday dedi: ey badbaxt, axir ana shu quvg'in tufayli men faylasuf bo'loldim-ku, degan ekan. Diogen bir haykalning qarshisiga kelib tilana boshladi. Undan nega bunday qilayotganini so'rashganida o'zimni rad javobga ko'niktirmoqchiman deb javob qildi. Diogendan nima sababdan odamlar faqat qashshoqlarga xayr ehson qilishlari, faylasuflarga esa hadyani ravo ko'rmasliklari haqida so'rashadi. Faylasuf shunday javob berdi: chunki odamlar qachonlardir oqsoq yoki so'qir bo'lib qolishlarini, lekin hech qachon donishmandga aylanmasliklarini yaxshi bilishadilar-da. Endi haligi nafaqa qilayotgan odamlar, haligi sadaqa qilayotgan odamlar shu kunga tushib qolmayin deb haligi bechoralarga qiladi deyapti, bechora bo'lib qolishi mumkinligini o'ylarkanda, lekin faylasuflarga qilmaydigan, faylasuf bo'lolmayman, ularga kerak yo'qdir ekanda berishini. Davomi. Iskandar Zulqarnaynning otasi Makedoniya hukmdori Faylaqus, Filip ekan, Korinfga qarshi yurish boshlaydi. Shaharga, bitta qishloqqa, shaharlar urushib yurganda u paytlarda bir-birlar boshlagan va u yerda o'ziga qarshi tayyorgarlik ketayotganini e'lon qildi. Shunda Diogen o'zi yashaydigan xumni u yoqdan bu yoqqa yumalata boshladi. Nega bunday qilyapsan, Diogen, deb so'rashganlarida hozir hamma o'ziga yarasha tashvish bilan yugurib yuribdi. Ana shunday bir paytda mening bekor o'tirishim yaxshi emas.
xumni dumalatishimning boisi bisotimda bundan boshqa narsam yo'q degan ekan. Keyingisi. Bir sakrovchi Dioxenga dedi: siz shunday baquvvatligingga qaramay, sen deyapti, Olimpiya bellashuvida qatnashmaysan-da. Agar qatnashganingda albatta birinchi o'rinni olgan bo'larding, debdi. Men Olimpiya bellashuvidan ham muhimroq musobaqalarda qatnashaman, dedi faylasuf. Qanday musobaqa u? Tushunolmay so'radi sakrovchi. Dioxen ta'nomiz bosh chayqab dedi: axir yaxshi bilasiz-ku, men yomon xulqlar bilan bellashaman. Keyingisi. Dioxenning shunday hikmatli rivoyati bor. Behisob boylik egasi bo'lgan bir odam yer yuzidagi barcha davlatlarda mansabi, yoshi, jinsi, tili turlicha bo'lgan mehmonlarni chorlab katta ziyofat berdi. Bu saxiy odam mehmonlarning har birini o'zi didiga mos tansiq taomlar bilan siyladi. Mehmonlar rohatlanib, ovqatlanib, uy sohibiga minnatdorchilik bildirishdi. Ammo mehmonlar orasidan bir odam oldiga qo'yilganiga qanoat qilmay, qo'shnilarning ojiz hamda zaif kimsalarning, hatto go'daklarning ovqatiga chang soldi. U burnidan chiqqunicha og'ziga ovqat tiqishtiraverdi. Qissadan hissa shuki, behisob boyliklar egasi va muruvvatli odam tabiatdir. Ziyofatga kelgan mehmonlar yer yuzidagi barcha xalqlar. Ochko'z odam esa o'zidan ojizlarning barcha narsalarini tortib oluvchi badavlat kimsalardir.